bu tabakani bizning ishxonamizning parkovkasini so'raganlarga hop tsummi mana tsum mana knижный magazin mana parkovka mana mochkalarni qo'yasizlar toza havoga kirasizlar toza havodan to'yib nafas olib ozgina ishkon turamiz. Xohlasanglar mana bunaqa samokatlar bor. Velosipedlar shularga o'tirib ketsanglar ham bo'ladi. Kolaskalar bilan kelsanglar ham bo'ladi. O'rmonni cheklab mashaleya bo'ylab borasizlar. Marioda kosmonavtlar metrosi, bu yoq tomonda Oybe metro. Bu Голубой купол. Голубой kupolani oldida ham parkovkamiz bor. Shaharning markazida kichkinagina o'rmoncha. Bu yog'i mustaqillik maydoni. Голубой kupola naryoqda MVD. Bu yoq tomonimiz Zum. Bahorda, yozda rosa dam olib aylanadigan joy. Bolalar bilan kelsanglar, mana bunaqa detskiy plashatkalar. Nari tomonda ham detskiy plashatkalarimiz bor. Shularni ko'rsatamiz. Aleya park har doim toza. Obodonlashtirish ishlari jadal ishlaydi. 24 soat kamera kuzatuvida Milliy gvardiya qo'riqlaydi. Mana bu yerda ham parkovka bor. Sizlarga bu tomondan ko'rsataman. Bu tomonda ham parkovka bor. Bitga ham qo'yib mashinalarni, mana bitga ham mashinalarni qo'yib, shunday kelsak mana bu tabaka degan kafemiz. Narxlari hamyonbop, hammabop, mazali taomlar. Yaxshi ovqatlanib mashinaga borguningizcha ham hazm bo'lib qoladi. Bu tabaka bu yerda ham detskiy plashatkalarimiz bor. Betga xohlasa yozda stol stullar qo'yib verandani ochamiz. Mana shu kafe. Kevrasizlar. Kutamiz hammalarni. Hozir ishlarni ham zo'r qilib beraman. Betga xudo xohlasa mana tennis qurishyapti. Skate maydonchasi qurilyapti.